Qoraqalpog'istonda ikkita avtomashina tuyani dahshatli darajada bosib ketdi. Aniqlik kiritilishicha, holat 8-may kuni Nukus shahridagi Nukus-Denov avtomobil yo'lida yuz bergan. Dastlab harakatlanib kelayotgan Isuzu rusumli mashina yo'lga kutilmaganda chiqib qolgan tuyani ko'rmasdan urib yuboradi. Uning ortidan harakatlanib kelgan Cobalt haydovchisi ham ko'rmasdan tuyani bosib ketgan. Mang'itdan keltirib bu. Tuya almashib qoldi. Mang'itdan kelayotgandim. Tuya oldimdan o'zidan-o'zi yurib chiqib qoldi. Mashinamning oldiga kelib urildi. Tezligim 60 ta edi. Avtobus ichida yo'lovchilar yo'q edi. Pastga tushib qaradim. Tuyani urganimni ko'rib, qo'rqib ketdim. Avtobus urib, tuya urganiga ko'rmay qolib ustidan minib o'tib ketdi. Urganchdan Nukusga ketayotgandim. Avtobus tuyani urib ketgan ekan. Ko'rmay qoldim va men ham tuyani bosib ketdim. To'g'risi, men bilmadim nima bo'lganini. Isuzu markali avtotransport vositasi harakatlanib kelayotib, oldidan tuyani yugurib chiqib qolish natijasida tuyani urib yuborib, yo'l transport hodisasini sodir etadi. Va orqa tomonda harakatlanib kelayotgan Cobalt markali transport vositasi bo'lsa, tuyani ko'rmasdan u ham urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Natijada hech qanday tan jarohati olganlar bo'lmagan va avtotransport vositalariga moddiy zarar yetkazilgan. Hurmatli haydovchilar, yo'llarda harakatlanganda ehtiyotkorlik bilan, yo'l harakati qoidalariga amal qilib, tezlikni oshirmasdan va harakat xavfsizligini ta'minlagan holda harakatlanishingizni so'rab qolamiz.